bir fayzli xonadonimizga o'sha yosh bolalari tepadan tushib ketmasligi uchun безопасный setkalarimizdan qilib berdik. Bunda ham setka bo'ladi, o'sha pashsha kirgizmaydigan, ham reshotka vazifasini bajaradi. Bemalol o'sha xavfsiz, yosh bolalar ichkaridan bosim berib, derazaga osilsa ham tushib ketmaydigan variant bo'ladi. Hozir mana taqib ko'rsatamiz. Taqish ham juda qiyin bo'lmaydi. Romga qotirilmaydi, shunaqa tiqib qo'yiladi, bemalol yuvib ishlatsa bo'ladi. Yopilib ochilishga ham xalaqit qilmaydi. Ichkaridan bosib ko'rsating. Qatorroq. Yana ham. Bo'ladi, mana shunaqa turadi, bemalol. O'sha mana shunaqa baland etajlar uchun. Bunda biz 9-etajlarni shunaqamiz. Xavfsiz. Boshqa xonalarga ham qo'yib berdik, hozir ko'rsatamiz. Mana o'sha spalniyalarga ham qo'yib berdik. Bunda ham o'sha olib qo'yish qiyin bo'lmaydi. Tepasi ko'tariladi, to'xtangan. Endi o'ng Bosib qo'yaver. kesyapmiz. Kesmaymiz, shunaqa bo'ladi. Bunda ham shunaqa. Rangi nimaga bunaqa deydiganlarga, romi tashqi tomoni mokriy svet, o'sha fasad. Ichki tomoni oq bo'lganini hisobiga mijozlarning o'zlari xohishiga ko'ra o'sha mokriy svet kontrast qilib berdik mana.